Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana o'sha Football Games kanali. Hozir biz muhim o'yin o'tkazmoqchimiz, ya'ni bu o'rtoqlik o'yini, hech qanday turnirdagi o'yin emas. Ya'ni Dilso'z Shomurodov bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazib ko'rmoqchimiz. Vaqtimiz yetsa 2 marta o'ynab ko'ramiz. Qani ketdik, mana o'zlari tashadi. Ketdi. Dilso'z Shomurodovni ham ancha YouTube'da ko'pchilik muxlislari bo'lsa kerak. Mana o'zi shaxsan qo'ltaylab qo'yamiz va o'yinimiz internet qotmasin degan umiddamiz endi buni. Qani biz boshlaymiz ekan. Akkauntlarni ko'ryapsizlar. Juda yaxshi akkaunt va biz qo'ltaylab qo'yamiz. Internetda muammo bo'layotganga ham o'xshayapti biroz. Shomurodovdan aynan hop, Kellinisi ham bor ekan, e'tibor bergan bo'lsanglar. Muhimi o'yin emas, bolalar. Himoyada chiqib ketmoqchi edik, biroz muammo bo'ldi. Hop, Dembele, Hakimi, Mbappe, Saliba yaxshi. Salah. Yugurib o'tib ketadimi Salah? O'tib ketdi Salah. Salah o'tib ketdi, Salahda o'zida. Ajoyib gol bolalar, mana. Men endi eng kuchli o'yinimni ko'rsatishga harakat qilyapman albatta. Dilso'z Shomurodovga, chunki bu video YouTube'ga joylanadi katta ehtimol. Hozir biroz video joylamay qo'yganigaman, uncha o'yini chiqmayapti. Biroz raqibimizni ham, chunki bilasizlar, mendan oldin ancha kontent qilishni boshlagan va ketib qoldi. Saliba yaxshi bekashib bo'ldi, lekin bizda to'p qoldi. Birdan bitta ikkita paslarda chiqib ketishga harakat qilamiz, lekin o'xshamadi. Haalandga ketdi Son va Sonda bilgan biladim o'tib ketishimni. O'xshamadi. Pasga ham o'xshamadi, zarbaga ham o'xshamadi. Hakimi, Salah, Haaland, ketdik. Haaland o'tmadi pas va birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Ajoyib o'yin bo'ldi va o'zgarish qilayotganga o'xshaydi. Dilso'z Shomurodov mana bu 100% haqiqiy. Negativlar ham bo'lishi mumkin. Shunaqa o'zimiz bu boshqa. Harakat qilamiz video ikki tomonlama chiqishi uchun ham. Endi har kimning o'z xohishiga bog'liq videoni qo'ymaslik. Ketdi De Bruyne. Foul ham yo'q ekan. Va darvozabon bu yerda tepib olish kerak. Shoshildik. Yaxshi, lekin gol bo'lmadi. Lekin Eagle'dan gol bo'lishi mumkin-da, lekin hozir mana endi. Urib ushlolmay qoldi. Kurtuva. Va gol. Haaland hisobni qisqartirdi. Vinicius. Ajoyib, o'z uslubimizda Vinicius ajoyib. Tezkor javob. Xo'p, endi bundan buyog'iga shunaqa videolar ko'p chiqarishga harakat qilaman, ya'ni o'sha content maker, boshqa content makerlar bilan ham DLC bo'yicha, ya'ni
Wins the aerial battle. Ketdi-da Vinicius bu yoqda. Mana He's running at the opposition. Vinicius'ni Junior, to'xtatish great biroz run. mushkulroq lekin. Va De Bruyne Hakimi bormay qoldi ozgina. Rodri'da zarba ham bersammi dedim, lekin seems the manager made the right call with his o'xshamadi ketdi. tactics. His team Haaland are looking good birga today. bir Here's his chance. yo Looks like the shoshilib qoldi. opposition are still trying to O'zi get back into Shomurodov. the game. Internet yaxshi, lekin qotmayapti. Well, the players are Shunisi warming up on odamni the biroz touchline. Is it time for a quvontiradi. Ham change? xato pas ketdi lekin Haaland bizdan. drives forward. Va Haaland internet qotdimi, nima bo'ldi? He rose up to win Va the ball. chekka chiqarib yuborishga majbur bo'ldik hozir biz. Hop, ikkinchi burchak zarbasi. Whipped in with pace. Kurtuva yaxshi qarshi hujumga chiqishga harakat qilamiz. Ketdi. Viniga ber, Vinicius yo'liga tushdi yaxshi. Vini o'zi xalqib He's tayladimi? got the Vinida ball and is o'zi in full sprint. What a chance. o'zi Vini It's ajoyib. Vinicius with the goal. That's his Va second goal. birinchi o'yin o'z nihoyasiga menimcha yetib qoldi. Bu yog'iga Time for a vaqt fresh yetmaydi. pair of legs here then. Keyingi gol ko'rishimizga. He's played it long. Va Keyn He can't miss. ketdi Keyn. And Va he's done it. 4-2 He's scored gol a brace. ko'rdik. Menimcha Time for hakam a tugasa fresh kerak deb player to enter o'ylagandim. the fray. And it's all over. The referee says Va the two ikkinchi teams o'yinga ham to the harakat dressing qilib rooms. ko'ramiz. What a great performance he's put in. He fully deserves to be Gaplashgandim named chunki ikkinchi o'yindan o'yna olasizmi deb. Endi hammang o'z ishlari bor, muammolari bor. Yana taylab ko'ramiz biz. Hop, tarkib to'g'rilayotgan bo'lishi ham mumkin. Hop, hozircha onlayn turibdi. Kutib turamiz. Taylab ko'ramiz yana. Hozircha onlayn. Biz ham Husanov bor ekan. Bizda tarkiblar menimcha yaxshi. Ketdi, yana bir bor taylab ko'ramiz. Olmasa shu bilan videoni yakunlashga majburmiz, chunki ikkita o'yinga vaqtga qaraymiz degandi. Hop, menimcha olmayapti, menimcha chiqib ketgan bo'lishlari mumkin. Hop, men shu joyda videoni yakunlayman va keyingi o'yin kim bilan bo'lishini izohlarda yozib keting. Qaysi content maker, hop, content maker dilasi bo'yicha YouTuber bilan qaysi YouTuber bilan o'yin bo'lishini yozib qoldiring izohlarda va men harakat qilaman.